Navoiy Uran davlat korxonasida bosh direktor Jamol Fayzullayev rahbarligida korxona faoliyatining 2025-yil yanvar-sentyabr oylari yakunlari hamda yillik maqsadli ko'rsatkichlarning bajarilishi bo'yicha asosiy vazifalarga bag'ishlangan kengaytirilgan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Dastlab tashkiliy masala ko'rib chiqilib, rahbarlik lavozimlaridagi qator tayinlovlar haqida ma'lumot berildi. Bosh direktor o'z nutqida davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda mahsulot ishlab chiqarish tan narxini kamaytirish bo'yicha belgilangan topshiriqlarga alohida to'xtalib, korxonada tan narxni 40% gacha pasaytirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish zarurligini ta'kidladi. Shu maqsadda barcha imkoniyat va zaxiralarni safarbar etib, ijrosini ta'minlash bo'yicha yechimini belgilab berdi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni joriy etish masalalari ham yig'ilish kun tartibidan o'rin oldi. Prezidentimiz raisligida o'tgan sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilishni yangi bosqichga olib chiqish mavzusidagi videoselektorda belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, korxonada ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish va sun'iy intellekt asosidagi yechimlardan samarali foydalanish muhimligi ta'kidlandi. Shundan so'ng uran ishlab chiqarish ko'rsatkichlari va ularni bajarish bo'yicha chora-tadbirlar muhokama etildi. Bosh muhandis Anvarjon Saparov hamda Zafarobod kon boshqarmasi direktori Otabek Ruziyev bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar va rejalar haqida ma'lumot berib, ishlab chiqarish hajmini oshirish bilan birga tan narxni pasaytirish borasida o'zlarining aniq takliflarini bildirdi. Taklif va mulohazalar asosida 2025-yilning 4-choragi va 2026-yil uchun ustuvor vazifalar belgilab olindi. Muhokamalar jarayonida tarkibiy bo'linmalar va geotexnologik konlar rahbarlari ishlab chiqarishdagi muammolar, ularni bartaraf etish choralari va geologiya qidiruv ishlari bo'yicha ma'lumot berishdi. Yig'ilishda kadrlar salohiyatini oshirish va mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish zarurligi ham qayd etildi. Xususan, yangi burg'ulash uskunalarini mutaxassis kadrlar bilan ta'minlash, yoshlar uchun malaka oshirish va qayta tayyorlash dasturlarini yo'lga qo'yish, iqtidorli mutaxassislarning ro'yxatini shakllantirib, ularni xorijda tajriba orttirishni tashkil etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shuningdek, korxonani raqamli transformatsiya qilish bo'yicha ustuvor loyihalarni ishlab chiqish, quduqlar haqidagi barcha ma'lumotlarni yagona platformada saqlash va tahlil qilish, boshqaruv va texnik qarorlarni yaxshilash uchun ma'lumotlar bazasini yaratish, bu borada inson omilini qisqartirish va konlarni 3D modellashtirish ishlarini jadallashtirish, shuningdek mehnat muhofazasi va sanoat xavfsizligi qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish, ish joylarida texnika xavfsizligi holatini muntazam o'rganish, aniqlangan kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish bo'yicha aniq vazifalar belgilandi. Belgilangan chora-tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish Navoiy Uran davlat korxonasining 4-chorakda barqaror faoliyatini ta'minlash va yillik maqsadli ko'rsatkichlarga to'liq erishish uchun muhim asos bo'lishi ta'kidlandi. Yig'ilish tanqidiy va tahliliy ruhda o'tdi. Har bir rahbar va mutaxassis oldiga aniq, maqsadli vazifalar qo'yildi.